Ayolini bolalar oldida urishish haqida eshitib qolamiz ba'zan. Bolalar oldida urishadi, so'kadi, haqorat qiladi, uradi ba'zan. Bu noto'g'ri, uni qilmanglar. Muammo mana bu kitobda yozilibdi. Islomda oila, muammo va yechimlar degan. Albatta tavsiya qilaman. Aytilyapti, agar ayolini bolalarini oldida urishadigan bo'lsa, so'ksa, haqorat qilsa, ursa, bolalarni ko'z o'ngida onani qadri pasayadi, hurmati pasayadi va haybati yo'qoladi. Ayol bolalarni asosiy tarbiyachisi hisoblanadi. Bu narsani tan olib aytishimiz kerak. Biz erkaklar ko'proq ko'chada yuramiz, tarbiya bilan kam shug'ullanamiz, lekin tarbiyachini agar bola hurmat qilmasa, uni gapiga e'tibor qilmasa, undan qanaqa qilib masalan ayol kishi tarbiyasi bilan shug'ullanadi? Bolam qil desa qilmaydi. Bola bu narsa noto'g'ri, qilmagin desa gapiga quloq solmaydi. Agar siz farzandingizni qobil, bir yaxshi insonlarga yordami tegadigan bir inson bo'lishini xohlasangiz, albatta onasini eng birinchi navbatda hurmatini joyiga qo'yib qo'yish kerak. Endi muammo bor, o'rtalarda konflikt bor, xotin o'rtasida tushunmovchilik bo'lib turgan paytda nima qilish kerak? Alohida xonaga kirib ketinglar, gaplashib olinglar. Bolalar ham, ota-onalar ham bu narsani eshitmasin, boshqa begonalar eshitmasin. Mana shu paytda siz ayolingizni hurmatini saqlab qolgan bo'lasiz.